Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur vatandoshlar, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Bugun 11-oyning 17-kuni. 2018-yili Prezident Trump efendim Avam Palatası yig'inida so'z qilib, Xitoy hukumatı Amerika davlatining Avam Palata saylam ishiga qora qo'lni uzatdi va Amerikaning parlament saylamiga og'ir daxl yetkazdi. Sababi Xitoy hukumatı mening prezident bo'lishni xohlamaydi. Sababi Amerika Xitoy o'tirsidagi savdo urushida birdan-bir jang e'lon qilgan kishi bo'lsa men bo'laman. Ham bu savdo urushida men g'alaba qildim, bundan keyin texmi g'alaba qilaman deb doklad so'z qilgan ekan. Uningdan keyin 2018-yili Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bexatarlik kengash yig'inida Prezident Trump efendim Xitoy hukumatiga ochiq-oshkora bevosita hujum xarakterlik doklad so'z qilgan vaqtida yig'inga qatnashgan Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi o'rindiqida o'tirolmay qolgan. Rangi-ro'ylari tatirib, chiroyi qardab, nihoyatda beoram bo'lgan. 2018-yili Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bexatarlik kengash yig'inini videoda ko'rsak bilalaymiz. Shu kengash yig'ini ichilayotgan 2018-yili 9-oyning 12-kunidan 10 necha kun burun Prezident Trump efendim prezidentlik ciddi icra buyrug'iga imzo atgan ekan. Prezident Trump efendimning bu ciddi icra buyrug'i Amerika davlatida saylam bo'layotgan mezgilda saylamga chet el kuchlari aralashgan vaqtida bu Prezident Trump efendimning ma'muriy ciddi buyrug'i shu saylamga aralashgan chet el kuchlari va uning cho'moqchilariga zarba berish harakatiga o'tdi ekan. Ya'ni shu vaqtida Amerika davlatidagi cho'ng media taratqullari Prezident Trump efendimning imzolagan bu ciddi buyrug'ini xabar qilmagan ekan. Lekin Prezident Trump efendimning bu prezidentlik ciddi ma'muriy buyrug'ini Oqsaroyning torbatlaridan ko'ralaydi ekanmiz. Ya'ni 2018-yili 9-oyning 12-kuni bu xabarni e'lon qilgan ekan. Prezident Trump efendimning bu ma'muriy ciddi buyrug'i mazmuni nimani tushuntirdi? Endi hozirgi vaqt kelgan chaqda Prezident Trump efendimning bu ma'muriy ciddi buyrug'i hozirgi saylamda qandaq rolga ega bo'ladi? Endi biz buni tahlil qilib baqsaq, hammamiz xabarlardan anglab turayotgandek, mushu qitimqi saylam jarayonida bilet sanash apparati Prezident Trump efendimning biltini o'chiribdi, Joe Biden efendimning biltini ko'paytiribdi, ba'zi bir biletlarni yo'q qilib yutibdi degan har turlik xabarlar tarqalib turibdi. Shundaqdimi mushu saylam biltini sanaydigan apparatlar masalasidagi ishlarga munosabatlik daril isbot to'plash jarayonimi bo'lib yetibdi. Saylam bo'layotgan 11-oyning 3-kuni saylam biltini sanash ahvoli birli qitimda birli vaqtida to'xtab qoldi ekan. Masalan, Amerika davlatidagi Arizona shtati, Georgiya, Michigan, Nevada, Pensilvaniya, Wisconsin shtatlari biroqla birli vaqtida bilet sanash apparatlari to'xtab qoldi ekan. Undan boshqa yana 5 shtatmi birli vaqtida o'xshash shaklda to'xtab qoldi ekan. Shunga hozir Prezident Trump efendimning saylam komitetining xodimlari mushu yuqorqi ism atalgan qo'shma shtatlar ustidan qonuniy arz qilishni boshlab yetibdi. Undan boshqa Dominion shirkati ustidanmi har turli so'z paranglar tarqalishga boshlabdi. 2 kundan buyon tarqalayotgan xabarda Dominion shirkatining bilet sanash apparatlarining mulozimat xizmatini qiladigan markaziy apparat bo'lsa, Germaniyaning Frankfurt shahrida ekan. Bu Germaniyaning Frankfurt shahridagi mulozimat qiladigan apparat shirkati bo'lsa, aslida Ispaniyaning Saytil shirkatiga tava bo'ladi ekan. Endi Dominion shirkatiga kelsak, Dominion shirkatining bosh organi Kanadaga o'rnashgan ekan. Bu ikki shirkat Xitoy davlati milliarder Soros apandi, Clinton fondi markazi Nancy Pelosi xonimga bevosita tutishdi ekan. Bir qancha kunning oldida Amerika armiyasi tuyuqsiz Germaniyaning Frankfurt shahridagi Saytil shirkatining bosh mulozimat apparatini qo'lga tushirgan ekan. Endi bu xabar Amerika Avam Palatasining a'zosi Gimert efendini ziyorat qilgan vaqtida Gimert efendim so'zida mening bir yaqin tanishim Germaniyadan menga bu xabarni yetkazdi. Amerika armiyasi Germaniyaning Frankfurt shahridagi Saytil shirkatiga tuyuqsiz bostirib kirib, butun ma'lumotlik sansiberlar va bosh apparatni ilib ketibdi. Frankfurtdagi bu Saytil bosh shirkati endi vayron bo'lish oldida ekan. Men bu darhol Prezident Trump efendimga
bu voqeani yetkizdim, aniqlasin deb, hamda Amerika hukumat qatlamlari ichida Prezident Trump efendimni ag'dur etmoqchi. Buningga Amerika markaziy istixborot organlarining ishidimi odamlar birlikda bu ishni planlab etibdi degandek mazmunlarni yetkizdim debdi. Bu efendimning degan gapidan qaraganda Germaniyadagi Saytel shirkatining mulozimat apparati va sonliq ma'lumotlarni boshqa bir kuch kelib agatgandek mazmun chiqadi ekan. Uningdan keyin Prezident Trump efendim ondan harakatga o'tgan ekan. Lekin Prezident Trump efendimning ish bajarayotgan advokatlardan Paul xonim, Linwood efendilarning deyishicha, ularning qo'lida intayin ko'p dalil isbotlar bo'lib, advokat Paul xonim Fox televizor stansiyasining ziyoratida so'z qilib, bu qitimqi saylamda aldamchilik jinoyati bilan shug'ullangan doirasi intayin keng bo'lib, nurg'un odamlar pulga setilib ketgan. Buning ichida Amerika markaziy istixborot organi, Amerika Federatsiya tekshirish idorasimi qo'shilib ketgan. Saylamda aldamchilik darajasi bir biletni bir qancha biletga ko'paytirib yo'llavergan. Aşı darajada oddiylashib ketgan debdi. Advokat gapida yana men isbotlayolmaydigan gapni hargiz qilmayman. Amerika xalqi pat arada yer zimin titrigidek dalil isbotlarni ko'ralaydi debdi. Advokat Linwood efendi umu Saytel shirkati to'g'risida so'z qilib, vayron bo'lgan Saytel shirkatini Paragon shirkati setib olganligini tushuntirib o'tibdi. Bu demak, bu ikki advokatining gapiga qaraganda ularning qo'lida nurg'unlig'an dalil isbotlar bor degan gap. Shunlashqa bu advokatlar o'ziga ishongan holda nurg'unlig'an odamlar turmaga kirdi deb ishonchlik degan. Prezident Trump efendimning yana bir advokati Giuliani efendim umu Fox televizor stansiyasining ziyoratida so'z qilib, u so'zida 10 yilning oldida saylam biltini sanash jarayonida bexatarlik jihatda masal ko'rilgan hamda Amerika hukumati cheklab etgan Smartmatic apparati bu qitimqi saylamda rasmiy ishlatilgan. Smartmatic apparat shirkatining bosh xo'jayini bo'lsa George Soros efendi ekan. Ya'ni Amerikadagi Antifa tashkilotiga iqtisod bilan yordam bergan odam. Undan boshqa Smartmatic shirkatining bosh direktori Peter Niffinger degan odam Oqsaroyga kirmoqchi bo'lgan Joe Biden efendining xizmat gruppasidagi muhim odam ekan. Smartmatic shirkatining bu apparatlari xohlagancha boshqalar tarafidan har vaqt kontrol qilib tura oladi ekan va kontrol qiluvchi odamning xohishi bo'yicha xizmat qiladi ekan. Mana shu chet el shirkatlari Amerikaning 27 qo'shma shtatlarida saylam biletlarini xohlagancha ostin-ustin qilib etgan. Bu ismi atalgan shirkatlar Xitoy davlati va Venezuela davlati bilan zich munosabati bor. Giuliani yana so'zida Joe Biden efendim saylamdan burun bunda bir so'z qilgan. U so'zida biz Amerika siyosiy sahnasida doirimiz intayin keng qo'saqliq holda kuchlik aldamchilik iqtidoriga egibiz debdi. Biz endi Prezident Trump efendimning advokatlarining qilgan gap buramidan shuni bilalaymizki, saylam jarayonidagi apparatlarning son sifirlarini bir taraf qiladigan bosh mulozimatchi apparat Prezident Trump efendimning qo'liga tushib qolgan deb faraz qilishga bo'ladi ekan. Buningdan boshqa bu saylam jarayonida aldamchilik jinoyat ishlari bilan shug'ullangan ham va'da bergan odamlarning dalil isbotimi qo'lga tushganligi ma'lum bo'lib yetibdi. O'sha yaqinqi bir qancha kun ichida Prezident Trump efendim ikki cho'ng ishni bir taraf qildi. U bo'lsa Amerika davlat mudofaa ministrining bosh ministri va uningga munosabatli 3 arbobning vazifasini ilib etibdi. Masalan, Amerika davlat mudofaa ministrining 21 oliy darajalik amaldorlari ichidan 4 xodimni ib qilib, qolganlarining vazifasini ilib tashlabdi. Mushundaq cho'ng bir harakatning ilib berilishi demak bu generallar Prezident Trump efendimiga xoinlik qilib, bu qitimqi saylamdagi jinoyatchilarning sipiga qitilib ketgan gap. Prezident Trump efendimning yana bir cho'ng harakati bo'lsa, Amerika davlatidagi har qanday shirkat va shaxsiylar qadar Xitoy davlatining harbiy oq ko'rinishi bor har qanday shirkatiga mablag' silish ham ular bilan hamkorlashishni qattiq cheklabdi. Linwood efendimning deyishicha, Prezident Trump efendim haqiqiy Xitoy davlatini dushman nishoniga olib bo'lgan.
Endi biz Prezident Trump efendimning yaqindan buyon ilib berayotgan harakatlari ve taktikalarını tahlil qilsak, Prezident Trump efendim intayin cho'ng bir shaxmat o'yinini davomlashtirib o'tibdi. Yana hattoki 2018 yildan tortib toki bugungi kunga qadar oldin tayyorlik ishini ilib berayotgan deb qarashga bo'ladi ekan. Endi 2018 yildagi Prezident Trump efendimning imzolagan ma'muriy jiddiy holat buyruğunu hem de derhal işıq silib, Amerika saylımıga aralashgan chet el kuchlari ve onun çomakçılarına zarb beradigan payti yetib kepti. Bu saylam ishlariga qo'l solgan chet el kuchlari bo'lsa, Kanada, Xitoy davlati, Venezuela davlati, İspaniya shirkatlari qatorliq davlatlar hammasi chet el kuchlariga kirdi ekan. Prezident Trump efendimning jiddiy holat ma'muriy buyrug'ida undaq yozilgan ekan. Amerika davlatining saylam jarayonida chet el kuchlari bostirliq shaklda bo'lsin yoki saylamga ta'sir ko'rsatgan shaklda bo'lsin, saylamga aralashgan chet el kuchlarining va chet el kuchlarining cho'moqchilariga bo'lsin, bu ishni bilib turib, yushagan, qo'llagan vositalik shaklda yordam bergan, yig'ib aytganda Amerika saylamiga chet el kuchlariga chetilib qolgan har qanday odam va shirkatlarga qattiq zarba berildi va ularning mol-mulklari musodir qilindi ekan. Bu ciddi ma'muriy jiddiy holat buyrug'ida davlat saylami bo'lgan kundan boshlab 45 kun ichida davlat istixborot markazi Oqsaroy hukumatiga doklad sunishi shart qilingan ekan. Bu ma'muriy jiddiy holat buyrug'i imzolangan vaqtida atoqliq media organlari diqqat qilmagan ekan. Lekin shu vaqtdan boshlab Prezident Trump efendim qamoqning jipini uzun tashlab, yaxshi yemchuk bilan cho'ng biliq tutishga tayyorlik qilib bo'lgan ekan. Prezident Trump efendimning advokati Paul xonimning aytishicha, texi nurg'unlagan dalil isbotlarni ko'rib tugatamabdi. Bu advokatning yana deyishicha, Amerika xalqi tasavvur qilolmagan darajada bu qitimqi saylamda aldamchilik jinoyat bilan shug'ullangan dalil isbotlar oshkorlandi ekan. Endi mushu dalil isbotlarni ratlab bo'lgandan keyin Prezident Trump efendimning imzolagan jiddiy holat ma'muriy buyrug'ini ishga soladi ekan. Bu buyruqni ijro qilmaganlar shu zamat vazifasidan ilib tashlandi ekan. Vazifasidan ilib tashlangan davlat mudofaa ministri Esper Efendi va uning munosabatlik generallar mushu saylam ishiga munosabati bo'lish mumkin ekan. Buningdan boshqa bu yil 8 oyning 5-kuni, ya'ni saylamdan burun Amerika hukumati e'lon chiqargan ekan. U e'londa Amerika saylamiga aralashgan chet el kuchlari to'g'risidagi uchur ma'lumotlarni yetkazgan shaxsiy va guruhiga 10 million Amerika dollari mukofoti berildi deb uqtirish chiqargan ekan. Mana bu xabarlarga asoslanganda Prezident Trump efendim oldin ola ijroqni ko'rib bo'lgan ekan. Nurg'un odamlar Prezident Trump efendimning aql parasitini salchaqlab ve Prezident Trump efendimning xizmat guruhisini oddiy hisoblagan. Prezident Trump efendim prezidentlikka saylangan kunidan boshlab o'zining xizmat nishonini tuzib bo'lgan. Hamda qanday kuchga taqobil turadigan kuchning qanchalik kuchli ekanligini bildi ekan. Shunlashqa Prezident Trump efendim bu kuchlarga taqobil turish uchun har xil shakldagi planlarni tuzib bo'lgan ekan. Bundan keyin endi saylam biltini qaytadan sanash, statistik qilishning hech qanday ahamiyati qolmabdi. Bu qitimqi saylamga aralashgan chet el kuchlari va uning cho'moqchilari saylamga qatnashish salohiyatidan biroqla ilib tashlandi ekan. Prezident Trump efendim bu saylamning keyindagi Xitoy kuchini nishonliq nuqtaga olib turib zarba berdi ekan. Saylamga aralashgan chet el kuchlarining Amerika davlat ichidagi chirik amaldorlar qonun bo'yicha jazolanib ketdi ekan. Mana bu bir chamada ikki paxtak so'qish ekan. Bu ishlar mana shunday davomlashyapti. Prezident Trump efendimga qarshi maydonda turgan odamlarmi jim yotmasligi mumkin ekan. Har xil yangi ahvollarmi ko'rilishi mumkin ekan. Tunugunki yana bir yangi ahvolga qaraganda Amerika New York shahridagi Wall Street paychek bozoriga mablag' solg'uvchi BlackRock guruhining eng cho'ng xo'jayini Shuzman efendim o'zining mudiriyat yig'inida so'z qilib, mana mushundaq xalqliq paytda biz Prezident Trump efendimni qo'llashimiz kerak, Prezident Trump efendim bilan bir safda turishimiz kerak deb so'z qildi. Bundan qaraganda New York Wall Street paychek bozoridagi milliarderlarda o'zgarish bo'layotgandi degan bir savol paydo bo'ladi ekan. Bu milliarderlarning burniga ma'lum bir vaziyat purayotamdi, o'zlarining jinini qutqizadigan bir yo'lni rastlayotamdi. Prezident Trump efendim o'zining Twitteriga cho'ng xat bilan "Men prezident bo'ldim" deb yozib qo'yibdi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat.